Bu dunyo tugab, qiyomat qoyim bo'lganidan keyin barcha insonlar so'roq-savol, hisob-kitoblardan o'tib bo'lganlardan keyin mu'minlar farishtalar qurshovida jannat sari ketib bormoqdalar. Har bir ummatning oldida o'z payg'ambar uzoqdan juda ham xushbo'y, o'ta yoqimli muattar hid taralmoqda. U jannatning hidi. Uning xushbo'y ifori 40 yillik masofadan, ba'zi rivoyatlarda 100 yillik masofadan, ba'zilarda esa 500 yillik yoki 1000 yillik masofalardan kelib turadi deyiladi. Tasavvur qiling, jannatga yetib borishga 1000 yil hali yo'l bor, lekin jannatning hidi kelib turadi, muattar hidi. Bu masofalarni har xilligi insonlarni amallariga ko'ra bo'lar ekan. Shunday insonlar bor ekanki, ular hatto 1000 yillik yo'ldan jannat hidini hidlar ekan. Shunday insonlar bor ekanki, ular 100 yillik, 50, 40 yillik masofadan hidini bilar ekan. Amallarga qarab hidlar bilinar ekan. Mana shu muattar hidlar ila jannat tomon borar ekan. Uzoq yo'l yurilgandan so'ng butun haloyiq jannat eshigi oldida to'planadi. Lekin oldinga borishga hech kim jur'at qila olmaydi. Hech kim. Shunda yig'ilganlar orasidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam chiqarkanlar-da eshik tomon yurib borar ekanlar va uni halqasini taqillatadilar. Ichkaridan Rizvon, ya'ni jannat qo'riqchisi, "Man huwa? Kim u?" degan ovoz eshitilar ekan. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, "Men Muhammadman" deyarkanlar. Rizvon, "Sizdan oldin birorta kishiga eshikni ochmaslikka buyurilgan edim" deyarkan. Eshik ochilib, hamma ichkariga kira boshlaydi. Jannatning 8 ta eshigi bor azizlar. Hatto ba'zi rivoyatlarda 13 ta ham deyilgan. Har bir eshikning o'z nomi bor. Kimki ahli namoz bo'lsa, Bobus Salot degan eshigidan, ya'ni namoz eshigidan. Roza ahli esa Bobur Rayyon, rozadorlar uchun ajratilgan eshikdan kiradi. Bu dunyoda ko'p sadaqa qilganlar esa Bobus sadaqa eshigidan kirar ekanlar. Ammo bilasizmi azizlar, mana shu hamma eshikdan u zotning ismi tilga olinadi. U Bobus Salot bo'lsin, Bobur Rayyon bo'lsin, Bobus sadaqa bo'lsin, bu buyuk sahoba Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bo'lar ekanlar. Alloh bizni ham nomimizni chaqirishni nasib qilsin.